Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi video darsda diuretiklar mavzusini davom ettiramiz va bugun sizlar bilan osmotik diuretiklar haqida gaplashamiz. Mavzuga kirishdan oldin nefronni tuzilishini bir eslab o'taydigan bo'lsak, nefron demak 4 ta asosiy qismdan iborat. Bu corpusculum renalis, u o'z ichiga glomerula hamda Bowman kapsulasini oladi. Undan keyin kapsula bo'shlig'i davom etadi bizga egri-bugri proksimal kanalchalar, keyin usimon genli qavuzlog'i, uni tushuvchi va ko'tariluvchi qismlardan iborat. Keyin esa davom etadi bizda distal kanalchalar, egri-bugri kanalchalar va yig'uvchi kanalchalar va yig'uvchi naylardan iborat ekan. Shu lokalizatsiyasiga qarab ham o'sha diuretiklar mishellarga bo'linadi. Birinchi guruh diuretiklar bular proksimal kanalchalarga ta'sir qiladi va karboangidroza ingibitorlar hisoblanadi. Keyingi guruhi bu qovuzloq diuretiklar. Demak, 3-gruppasi bu tiazid va tiazidsimon diuretiklar bo'lsa, keyingi guruhi bu aldosteron antagonistlari hamda kaliy saqlovchi diuretiklar. Bular demak alohida o'sha nefron har bir qismlariga ta'sir qilyapti. Osmotik diuretiklar esa bular nefronni butun nefron bo'yicha ta'sir qilar ekan. Demak, kanalchalarda bizada har xil reabsorpsiya jarayonlar amalga oshadi. Osmotik diuretik deganimiz nima deganimiz? Osmotik aktiv modda bu suvni yoqtiradigan, o'zi bilan birgalikda orqasidan suvni ergashtiradigan moddalar. Aynan osmotik diuretik bo'lishi uchun bir nechta kriteriyalarga javob berish kerak. Ulardan birinchisi bu moddamiz bizda bo'lishi kerak, vena ichiga yuborilishi kerak. Chunki u qonda osmotik aktivlik namoyish qilib, o'sha suyuqlikni yig'adi. Agar biz buni peroral holatda beradigan bo'lsak, bu holatda u sidik haydovchi emas, balki ich haydovchi, ich ketkazuvchi preparat sifatida o'z effektini namoyon qiladi. Bularga misol qilib osmotik aktiv, demak diuretiklarga magnit yoki magnitolni misol qilishimiz mumkin. Bu diuretiklar o'z funksiyasini bajarayotganda, demak, ikkita fazada o'z ishini bajaradi. Birinchi fazada bular gipervolemiyaga olib keladigan bo'lsa, ikkinchi fazada gipovolemiya, ya'ni suvsizlanish, degidratatsiya holati yuzaga keladi. Gipervolemiya holati demak qon tomirga tushgandan keyin bular nima qilishni boshlaydi? O'zi suvni tortishni boshlaydi. Ya'ni hujayralar ichida yig'ilgan suvni qon tomir ichida, natijada qon tomir ichida suyuqlik miqdori, ya'ni OCK, объем циркулирующей крови ortadi. Bu degani gipervolemiya fazasiga sabab bo'ladi. Keyin esa o'sha ko'p miqdorda yig'ilgan endi suyuqlik pochkaga keladi. Bu yerda demak koptokchada filtratsiya bo'lib, keyin esa bu moddalarning yana bir o'ziga xos xususiyati, ya'ni osmotik diuretiklar, bular reabsorpsiyaga uchramaydi. Demak, ionlar, elektrolitlar reabsorpsiyaga uchraydigan bo'lsa, bu reabsorpsiyaga uchramaydi va nefron bo'ylab hamma qismi bo'yicha osmotik diuretik o'tib va oxir-oqibat organizmdan suvni birga o'zi bilan olib chiqib ketadi. Xo'p, endi qo'llanishiga to'xtaydigan bo'lsak, glaukomada qo'llaniladi, shishlarda qo'llanishi mumkin, miya ichki bosimi oshganda, gemoliz hamda rabdomiolizda. Xo'p, birinchi effektini aytdik, bular hujayralar ichidan suyuqlikni tortib olib qon tomirga o'tkazadi. Va shu effekt tufayli glaukomada bilamiz, bu ko'z ichki bosimini ortishi, buni ortishi o'sha orqa kameralarda suyuqlik ko'p miqdorda yig'ilishi. Ya'ni suyuqlikni tortib oladi. Glaukoma holatda yoki miya ichki bosimi oshish hisobida, miya travmalar natijasida yoki miya shishida o'sha to'qimalardan qon tomirga suyuqlikni o'tkazadi. Bundan tashqari har xil genezli shishlarda, achoklarda qo'llashimiz mumkin. Rabdomioliz va gemoliz. Gemoliz natijasida bizda toksik mahsulotlardan biri bo'lgan gemoglobin ajraladi. Gemoglobin bilamiz, bu o'zi eritrosit tarkibida bo'ladi. Gemoliz natijasida ajralgan, ya'ni qonda ajralgan erkin gemoglobin bu toksik mahsulot, ya'ni bu buyrakka borib, buyrakka toksik ta'sir qilib, kanalchalarning nekroziga sabab bo'lishi mumkin. Bu holatda biz magnitni qo'llaganimizda u darhol demak osmotik aktiv bo'lganligi sababli o'z bilan birgalikda mana bu toksik mahsulotlarni ham chiqarishi mumkin. Rabdomioliz bu holatda gemoglobinning muskulda bo'lgan analogi mioglobin. Shuni qora bilan yozaylik.
Demak, bu holatda muskullarni lizisi gemolizda eritrotsitlar bo'lsa, rabdomiyolizda muskullar liz, natijada mioglobin ajraladi. Bu demak mioglobin va gemoglobin o'sha toksik mahsulotlar bo'lib, ular o'sha mannitol orqali organizmdan tezda chiqarib yuborishimiz mumkin. Nojo'ya ta'sirlarga keladigan bo'lsak, nojo'ya ta'sirlari ham mana shu ta'sirlardan kelib chiqibdi, ya'ni o'zining effektidan kelib chiqibdi. Birinchi etapda aytdik, o'z effekti namoyon qilishida birinchi fazada gipervolemiyaga sabab bo'ladi. Bu holatda umumiy qon hajmi oshadi. Agar yurakda qandaydir patologiya, yurak yetishmovchiligi bor bemorlarda buni qo'llaydigan bo'lsak, ularda o'sha yurak ishini zo'riqishga va kasallikni battar avj olishiga olib keladi. Bu holatda yurak yetishmovchiligi, yurakning chap qo'rincha yetishmovchiligi holatida bemorimizda o'pka shishi rivojlanishi mumkin ekan. O'sha yurakka nagruzka oshganligi hisobidan. Bundan tashqari aytib o'tganimizdek, gipervolemiya fazasida bunda umumiy qon hajmi oshganligi sababli nisbiy natriylarning konsentratsiyasi giponatremiya holatini kuzatishimiz mumkin. Bu normal holatda ham shu holat yuzaga kelishi mumkin yoki buyrakda qanaqadir patologiyalar bo'lganligi sababli gipervolemiya holati va natriyning konsentratsiyasi kasallik holatida ham kuzatilishi mumkin. Normal holatda birinchi fazasida. Ikkinchi fazasida aytib o'tganimizdek, degidratatsiya, ya'ni organizm suvsizlanishi o'z bilan birgalikda, demak, osmoch aktiv diuretik bo'lganligi sababli suvni olib chiqib ketadi. Natijada qonda kaliy va natriylarni nisbiy konsentratsiyasi ortishi giperkalemiya va gipernatriyemiyaga sabab bo'lar ekan. Bugun aytmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi video darslarda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'ling.